Usta baba kecha bitta tush ko'rinma. Qanaqa? Bitta uyga ishlagani borgan ekan, bizni uyda egasi tindirmasdan ishlatibdi-da. Bunaqa tushlaringni qaytib aytma jo'ra, bunaqa qo'rqinch tushlaringni suvga borib aytgin, o'qibla ketsin, yo'q bunaqa tushdi. Dada! Azamat, narsalarni yig'ishtir, qaysidir qurgan uyimiz yiqildi menimcha. Yig'ishtirib qo'y. Qo'lga tutqala baqirib kelganman. Qayoqqa? Qochonmiz, jo'rajon, qochonmiz. Uyidagi pulni berdi. Yo'q, Ha? qaysi uyda egasi pul berdi? 1,5 oy oldin ishlagan uyimiz pulni berdi. Agar prank qilayotgan bo'lsang, qolmirroq. Kamerangni qatlab sindirib tashlayman. Men sizga blogermi prank qilaman? Zamon ham o'zgarib ketdi. Odamlar bizga pul beryapti. Ishla Azamat, katta sog'in ishlagan odam xor bo'lmaydi Azamat. Sizchi usta baba? Endi men bo'lganim-ku. Hammasi sizlarga bo'lsin deyman. So'jiri. Usta baba pulni oling. Nimani puli bu? Bugun qilayotgan ishlaringizni puli bor. Ustalarimni sraz rachot qilmanglar, yurak ko'tarmaydi. 6 oy kuttirib bersang ham bo'ladi, o'rganib qo'yganmiz. Nima bu? Ertaga boshlamoqchi bo'lgan ishingizni puli oldindan. Akajon, oldindan bergan pullar yurak ko'tarmaydi. Endi bundan keyin ustalar puli oldindan berilayotgan. Sog' bo'ling. Odamlarga insof ketdimi yo ustalarning qadri oshib ketdimi, ha? Ha usta baba? Odamlar pulni berishni boshlagandan keyin uchovimizga ham bittadan mashina oldim. Mana. Ana shu sizlarga jo'ra. Usta baba? Rosta. Ana. Nima alaqsiryapsiz usta baba? Shumakanmi? Odamlar va ustalarning pulini tushiga olib kelib bermasa, o'ngiga olib kelib bermaydi. Ko'tar bunaqa ish pishingni. O'zimiz so'rab olib kelamiz.